أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشرط الرابع استقبال قبلته. من تۆتىنچى شەرت قىبلىغا ئالدىنچە قىلىشتۇر deyildi. Endi biz Muniyatul Musalli degan kitobni o'qitamiz. O'qib ana oldingi darsimizda namozniki oldingi shartlari nima? Biz shuning ustida to'xtalayotgandik. Namozniki oldingi shartlari namoz o'qishdan burun qilishga tegishli bo'lgan shartlarning o'zi bu bir qanchalik, ya'ni 6 yoki 7. Mushu narsa ustida nima qildik? Mushu narsa ustida bo'ldi dedik. Mana oldingi darsimizning o'zida namozning oldidagi 3 dona shart bor. Shu shartning o'zini tugatdik. Hozir ham 4-shartga keldik. Ya'ni namoz o'qishdan burun bu odam bu shartni qilmasa namozchi bo'lmaydi. U qonun qiblaga oldini qilish. Qibla degan gapning o'zi asli oldi degan gap bo'ladi. Ya'ni bizniki urf-odatda, ya'ni nima? Ka'baga oldini qilish. Ya'ni Ka'ba tarafga yuzlanish degan nima bo'ladi? Gap bo'ladi. Namoz o'qigan vaqtida har qanday bir odam shu Ka'baniki tarafiga, jirohiyatga odam shu tarafga yuzlanmasa, u odamniki namozchi emas. Buning nima qilish kerak? Unga diqqat qilish kerak. Endi shuni nima deymiz? Uni qibla oldini qilish deymiz. Endi deydi bir odam Ka'baniki atrofida bo'libdi, ya'ni Ka'baning huzurida. Bo'shliq bo'lgan bo'lsa, u odamniki gadiniga shu Ka'baning ayni tepishib. Biz Ka'baniki masjid kiribdi. Kirgandiki Ka'baning to'rt tomoni, ya'ni shu teptoq topgan vaqtida rasmiy ko'zni ko'rib, ashna ayni topsa olmaydi. Agar uniki nimasi mayada o'tirib qo'yib, yo Ka'baning o'zini topsa, qing'ir munda qilib qolsak, tomning o'ziga to'g'ri kelmay, tomdan yutib ketdi bunda qing'ir qilganimiz. O'sha namoz olmaydi. Ayni tepishimiz çok kerak. Men ayni tepish kerakmi shu Ka'ba to'rt tom bo'lgandiki, to'rt atrofida ayni tushirib, men shu vaqtning o'zida nima qildi? O ash tarafga, mayli sharq tarafga, g'arbga, g'arb tarafga, sharqqa, janub tarafga, shimolga, shimol tarafga, janubga. Ham ikkisiki muslimniki to'rt burchak tarafdagilar hamma shu taraf o'xshash qilgan. Bu nima? Ya'ni atrofdagi shu kishilarning o'zi çemberças aşında bir şekilde buludu. Bu oğandaki aşını uttular. Aynen aşını çoğunum kılış gerek. Aşı tapqa vaxtıda da, işçili tuğa vaxtıda aşı tepiş gerek. Ama sırt kişiler çoğun, o bir kişi ki buldu, o kişi şu Kâbe'den gayip oldu. Yani Kâbe'nin o adam körmedi. Mesela Jirak, mesela bizdeki rayularımız gider, mesela hukkagan bolsa, meyli o adam Kâbe'nin yüzünü tapmap taşlarının işçi tutup, uçağınızda aşağı qalğan bolsa, bu adamga nisbatan past Ka'baniki tarafini tepish. Ka'baning nima qilish? Tarafini topsaq bo'ladi. Aynan mushudu onu emas. Ya'ni taraf nima o'tsa, taraf mushu Ka'ba taraf mushu desa ham bo'ldi. Uni inchiqtat majliga nima qilishning nimasi yo'q, ojisi yo'q. Agar unda qilib qolsak, texim o'tdan bo'ladi. Endi mana bu ishniki foydasi niyatda oshkor bo'ldi. Endi bu yerda Kâbini ko'rgan adam Kâbini o'zi aynan tepish kerak dedi namoz o'qigan vaqtida. Uniki sir tutgan adam jihat tarafni topsa nima bo'ldi? Jihat tarafini tepish kerak dedi. Buniki bo'lgan munosabatning o'zi niyatda oshkor bo'ldi. Ya'ni niyatning o'zi bak muhim. Shu deydi. Qanday olsamda? Dedi Şeyh el-İmam Ebu Bekir Muhammed ibn Hamid degan bir katta bir olim bor. Men shu odamning o'zi shunday debdi. Bu odamning ismi Muhammed Hamid Ali Ebu Bekir Buxoriy degan odam bu. Mana bu yilqi Sul Shoshiniki musannif bo'lgan İmam Shofiy rahmetullohi alayhidan dars olgan odam ekan. Bu odamniki shu 73-yili shu Buxoroda vafot bo'lgan. Shu chog'dagi eng mashhur bo'lgan olimlarning qatoridan. Şu adam şuna depti. Şart kılındı bu işlemi çoğu nime? Mene.
Şart kılmaydı o gayb adamga. Yani gayibki yani Kabe'ni tapmagan adamga Kabe'ni ninki niyeti nima emas u farz emas. Mushu Kabe'ga oldin qovoq bize. Kabe'ni oldin qovoqni rasmiy niyat qilib, u odamga ko'chirib, men nima qildim? Men Kabe men odamga yuzlandim degan bundaq bir shart mavjud emas. Ash tarif qarab o'qisa namoz o'qidi debda, namoz farz o. Shunga bo'ladi debdi. Lekin Shayx İmam Ebu Bekir Muhammed Fad degan bir olim bor, katta. Men shu olim kelgan vaqtda bu ishniki o'zi shart qilmaydi. Ya'ni u odam o'zi shu Kabe'ni jiroq yerda turgan bo'lsa, jiroq yerda bizning rayonlarimiz, masalan, dunyoning har qaysi joylarida jiroq joylarda bo'lsa, u joyda Kabe'niki tarafini topdim deb, mush tarafda ko'ngilga ko'chib, ondan keyin ash taraf qarab namoz o'qishi kerak. Namazın işçide za namaz sırtında bir niyet kılıdı. İşçide bir niyeti var. Unudum bunu. Ben acırak yer gelden olsa ben aş Kabe gel Allah aş. Kabe karıp namaz okunu dedi. Ben şunu karıp namaz okuşum çok gerek. Diş çok gerek. Depti. Lakin bazı meşayihler bunda depti. Eğer bolsa o adam namaz okursa mihrap karar. Kantaki Hamidi rahimullah diyen de şunda oldu. Eğer bolsa bu adam namaz okusa sehrada. Yani o adam mihrap qarab namaz okuttu, mahallede okuttu, şehrin içinde. Mescid okuttu. Mescid koyarsa uçan üzerinde bu adam şu mihrap taraf qarab işte namaz okuşu buludu. Mihrap kaysa o şu çalsı bulunun gibi. Şimdi eğer sehrada okuttu. Sehrad mihrap yok. Yani uyuşkan okumayın. Uçan üzerinde bu adam üzü kanta kılıdı ise uçağında Fazlı rahmetullahi aleyh degendir. Cezmen aş Kabe'ninki aş terk muşudep niyet çok kırış çok kerek. Çünkü şehrin içinde o vaxtda mihrap qaragandikin, o mihrap qaragan üçün niyet şu. Bunda oğandikin onun Allah'a konu küçümsün buludu. Hem daha sehrada oğandikin o Kabe'nin terpini tepş başıya kardımın neyim buldu. Bunda oğandikin örf adet işilen ibadet işkisi oturdu ayrılığın meselenin üzeri niyet. Bunda oğandikin adem konuda hemen Kabe'nin niyet kardım niyet çok kılış gerek. Andaki bu buludu. Dep müştak yaptı. Hem de bu adam deydi. Meşrik, şerq tarafındaki kişilerin kıblesi, Mağrib tarafıdır bizimki nezimizde. Yani biz Türk dünyası olan, şu Orta Asya bizimki vatanımız, yani şu Türk dünyası olan, şu kişilerin kıblesi, Garip tarafı karşımızda buldu. Aşağıda apart, mutlaka, doğru, o imkanınız olsa yapat atmışsınız. Hazır ana kompastak bir bilet çıktı, kıblesi gösterilen. Eğer o doğru olsa buldu. Bulmuş şu o mu bulmaydı? Doğru kılalsa uçağımızda bulun gap biz aşağı karıp doğru kıldı deyimiz. Aş cansız bir nesne. Doğru onu doğru kılışı mümkün. Değil. Hem de zikir kıldı Emali Fetava diyen kitabın üzerinde İmam bu Adem yani bu kitabın yazılı Adem kıbliniki haddi tarifi bizninki şehrimizde olan Semerkand şehrinin üzerinde iki mağrib bilen yazdaki namaşşam bilen mana qishdagi namoshshan bilan yozgi namoshshamniki ikki vaqtni o'ttirisi bo'ladi. Ya'ni qishda qaysi vaqt o'zida kun, mana qishda qayerda nima qiladi? Kun o'ltirdi. Yozda qaysi vaqtda kun o'ltirdi? Mana ikki taraf. Bu ikki tarafni topsaqchi bo'ladi. Unda lekin bizning rayonlarimizda mana qiblaniki o'zi mana yoz va qishdan iborat bo'lgan ikki tarafda kun yozda mana o bu tarafda o'ltirdi. Makşit şu an sen canlık taraftaki mi da oturdu. Bunda oldu ki bu iki tarafın özü kıbliniki taraf oldu. Aş taraf karab namaz okusak bu deyverdi. Şundan bolsa mu bunu amalda doğru tapımen dep uçadı. Hareket kılıp nait çın tutsak bu tehim yaxşı. Şimdi bu bir sağ salamet boğa adamlık gibi. Eğer bir adamın özü kesel oldu. O adamın özü yüzüden bu adam qanday qılamaydigan, yeni bir adam yakın bilen kıblığa yüzüldü almaydigan. Bu da ya kötürüp aytıp koygan bir adam yok. Müdür yamaydigan dek, mesela bir adam ki ama akıllı o şu joyda 5 metre tep anda akıllı ekan.
Lekin o adam bilan mana uni ojiz qilgan, majlis qilib yo'lab qo'ygan bir adam yo'q bo'lsa, yoki o adamning o'zi sog'lom bir adam, kasal emas. Lekin o adam qo'rqidi dushmandan. Agar men qibla taraf qo'ysa, qolsa, u jonli dushman yanimdan yo orqadan kelib tuyushib meni tutib ketdi yo o'ldirdi yo ziyonkashlik qildi desa, yo bo'lmaydi, men qibla tarafga qarab namoz o'qisam, u jonli yirtqich hayvonni birisi kirib meni bundaq tishlab ish qiladi, ziyon yetkazadi deydigan, men mushundaq bo'lgan bo'lsa, u jon o'zida qanday qildi bu odam? Yusalli ila ayyi jihatin qadar. Men bu odamlar o'zi qaysi tarafga kuch yetdi, shu tarafga qarab namoz o'qiyverdi. Voy, men bu yerda dushman hozir qibla taraf qilsak, orqamizda bor bular, yo yerimizda bor. Unda bo'lgan ekan namozni kechiktirib o'qimaydi, unda gap yo'q. Siz qiblani agar unda topolmasangiz, yo bo'lmaydi, u kasal odamga qibla olib qo'ygan bir odam yo'q. U chog'ingizda qanday qilsa, siz mayli janub taraf qarang, mayli shimol taraf qarang yoki g'arb taraf qarang, shu chog'ingizda nima qilib, ashta qarab namoz o'qiyversiz. Ko'nglingiz nima etadi? Men qiblaga niyat qarab niyat qildim deymiz. Ko'nglimizda bor, og'zimizdan chiqaramiz. Shu bilan bo'ladi. Chunki islom dinimizda niyat bak muhim. Niyatmi, niyat bak nima muhim. Nimishqa? Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam innamal a'malu binniyat. Her qandaq ishniki qandaq bo'lishi bir odamniki niyatiga bog'liq. Niyati, agar niyatida mana deb qolgan bo'lsa shunday bo'ladi. Agar u ishimiz o'bdan bo'lsa, mana degan bo'lsa shunday bo'ladi. Bu maqbul yo'q emas. Undan keyin qaysi tarafga mana imkon bor, kuch yetgan bo'lsa shu tarafga qarab o'qib, niyatdan qibla qildim deydigan gap bo'laveradi. Alloh buni bilib turgan ekan. Endi shuni o'xshash bir odam farz namozni o'zini bir o'zri bilan, ya'ni hayvonning ustida turib nima qildi, o'qitdi. Asl farz namozning ustida jazman u odamning imkon bo'lsa, Allohniki tahdid, Allohning ustida namoz vaqtida tushib ayat o'qish shu kerak. Minitib o'qish bo'lmaydi. Imkon bo'lsa. Endi u yerda tushmasa, u odam o'zri ekan. Ya tusha olmaydi ekan, yosh baq berib ketdi, yoki olmaydi u hayvonniki o'z to'g'ida ashta cho'nkan, minolmaydi ekan. Ashta bo'lgan bo'lsa, u odam o'zi qiblaga nisbatan qaysi tarafda bo'lsa namoz o'qishi nima durust. Yoki naflini o'qitdi odam, nafl namozi farzdan boshqa, o'zursiz. Men safarda. Safarning o'zida bir odam nafl namoz o'qigan bo'lsa, farzdan boshqa, u odamniki jazman u qibla qarashning hojati yo'q. Shu bismillah akbar deb, shu minayotgan mashinasi, oy bilan poyezd, avtobus, shuningdek qaysi tarafga qarab shu qilaversa, biz shu nafl namozini shu vaqtda o'qisak bo'ladi. Lekin farz o'zri bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi. Men bu odamning o'zi qaysi tarafga qarab namoz o'qisa, ularniki qiblasi shu tarafga bo'ladi. Bunda islom dinimizda. Joyda topilsam bo'lmaydi, og'rib qolsam shu tarafga qarasa degan gap yo'q. Mana ular yoki oy bilan yoki mashina yoki poyezd binas deb qolsaqmi, sen jazman shu tarafga qarab o'qiysan degan gap yo'q. Endi sog' salomat turib, o'zilib qolgan bo'lsa, uçağımızda qanday qilmaydi? Uçağda kemida yeb qolsa, mansaq beshimiz oyilib ketadi, tushib ketadi. Oyil bo'ladi, uyga to'g'rilmaydi. Avtobusni shofir to'xtatmaydi. To'xtatmagani qanday qilamiz? Farz namoz o'qigan keyin. Farz namozni shunda o'qiyveramiz. O'zir oldu endi, o'zir zarur. U farz namozni o'qimasak bo'lmaydi, bu zarur. Bunda o'g'anki az-zarurat tuboyil mahsurat deb uçağımızda qaysi qarab namoz o'qib, taraf qarab namoz o'qisak bo'ladi. Lekin başta şu taraf karşısın deydi, onu karşı okup kesmeydi. Ama nefs namazın içinde perzi başka nefs namazı okumuz gerekiyor. Uçağımızda kıbla karab okuyumuz mu, kanda okuyumuz, uçağımızda duruz bu değil. Mandak kâr. Hem de eğer şu namaz okumak çok adamga kıblının üzeri şibi okuyup. Güman. Ma tarafını bu, A tarafını bu adam okumayken de yeni bir yer gitken. Ya bir yer sefer gitken. Ya o yer mescid yok. Mesela. Muşundan ya adam yok. Hem de o adamın huzurunda bana o kıblede sorayan bir adam için yok. O da kandak bu adam. Kandak namaz okudu. Okumamda ya okuydu.
u adam tirishidi ve resmi oylab fikir qildi. Tirishib, mundaq yüzü bilayotgan agar mundaqmiki, undaqmiki deb o'ylab tafakkur qilib, izlanib, ha, yulduz ya kecha olganmiz mundaq majlis bo'ladi. Hozir quyosh meni mundaq bo'lsa mundaq bo'ladi. Bunda o'zga biz mayal mundaq keldik deb, men mushni rasmiy taharri deydi. Men mushdaq qilish orqali namoz o'qiydi, u odamning namozi bo'ladi. Namozi bo'ladi. Va agar bilib qolsa, u odam shuniki jazman xato qildi deb bilib ketdi, namoz o'qib bo'lgandan keyin. Oy namoz o'qib bo'lgandan keyin va kalisi o'ngishibdi yoki odam kelib ketdi. Kelib qolgan bo'lsa, bu odamga nisbatan namozni qayta ioda qilish yo'q. Namoz bo'laverdi. Ne bo'ldi? Namoz shu bo'laverdi. Qayta boshqa o'qiyman deydigan ish yo'q. Agar u odam o'zi taharri deydi, rasmiy o'ynab tafakkur izlanib bundoq ket. Agar unda qilma shunday o'qib qo'ygan bo'lsa, uni xato chiqmasa qayta o'qiydi. Chunki taharriga niyat bu uchun. Agar bilib qolsa shu odam shu ishni qibla matraf o'qitgan bu qiblada, lekin namoz ichida bu odam matraf ketdi degan bu mudofaa emas bo'ldi. Bu chavizda qanday qilib desa namoz ichida olgan bo'lsa, bu odamning o'zi darhol bu odam namoz buzmay turib, qibla tarafga qarab shu aynib namoz o'qiydi. Buzish bo'lmaydi. Shu bilan namozni kimlar kelgan bo'lsa, oxirida ulatla 2 rakat, 1 rakat o'qib bo'ldi, 2 sayda qilib bo'ldi, o'qib shundoq o'qishdi-da. O'qib bo'lgandan keyin darholdan keyin, voy men burun men qibla qarmayman o'qidim, 1 rakat buzib boshqa o'qimayman demaydi. O'qigan bo'lsa shu apartman bor taraf oylibla o'sha ulat uchun o'qiydi. Qibla qarab o'qiydi. Mayli u odamga mayli bayobanda yoki shaharda mushta oynib qilishi bor. Endi shaharda deganimiz islomiy davlat musulmonlar bayan o'zidigo qibla masjidning bu odamni so'rsak o'zidi. Ammo musulmonlar yo'q, ya'ni jiq yerda yashayotgan qarindoshlar bor mesela. Masjid bu yerda bor, topolmaydi. Yengil bir yer kelib qoldi shaharimizga. Bu islomiy musulmonlar bayan emas. Uçağınızda bu adamı soraysa hem adam yok, Müslüman yok. Uçağınızda qaysi qarab bo'lsa, imkon bo'lsa, izlanish kerak. Agar bundoq qilmay bo'lsa, izlanib bekib andaki shu taraf qarab namoz o'qiyveradi. Yoki bir qorong'u kechida o'qibdi, qorong'u kechida qolib o'qimaydi, havo tutib, qaysi qarab qo'lini yulduz qarab bildi, ya adam yo'q. Uçağınızda bu adam o'zi qanday qildi namozning o'zini, qaysi taraf bo'lsa, shu taraf o'qib, uçağınızda o adamning o'zi o'qib bo'lgandan keyin to'g'ri ekanligi xato ekan chiqib qolsa yod qilmaydi. Agar namozni o'tirib o'qib etib andaki o'ngishib qolgan bo'lsa, chiroq ketdi yoki bir musulmon odam voy masjidga kirdi debdi degan bo'lsa, darhol shu tarafga aylanib namoz o'qiyverdi, o'chaq bo'laverdi. Yo kunduz shunday qilibdi. Men kunduzning o'zida men havo tutib qolsa, o'changizda bu odamning qibli nadi, bu shaharning qiblisi nadi ekanligini u odam u yer borgandan keyin yangi borgandan uqmaydi. Ammo kelishdim burib dikkat qilib, matraf mavdu, qaysi matraf, qibla matraf deb mangsa o'qidi. Bu hamısı hozirgidek ayıb bulan mok tutsa. Ya bu uxlab qilib, ya poyez bir yerga ko'rmay tushgan bo'lsa, odamninki 5 oy aynib qolgan. Aynib qolgan bo'lsa, o'changizda bu izlaydigan odam topilmagan bo'lsa, o'changizni tahrir qilib, tahrir qilib, o'changizda bu odam qaysi bo'lsa shu tarafga qarab andagi namoz o'qiydi. Agar namozniki o'tirsa, ma degan xato manda deb darhol aynib mushtaq qilaveradi. Uning farqi yo'q. Endi bir adam bu rasmiy o'ylab tafakkur qildi va bu odamninki rasmiy tushunsa fikrini o'zi bir tarafga o'ylab izlab, undaq deb turib, undan keyin qilib matrafgan deb bo'lgandan keyin bu odam shu tarafga qarab namoz o'qimay shu tahrir qilgan tarafiniki g'ayri o'qib boshqa tarafga matraf mundaq deb matraf mundaq o'qib o'qigan bo'lsa bu odam bu namoz qayta o'qiydi. Çünkü kıbla aldığını kılışın özü, namazdaki nima o şart. Bir nima o rukun. Şu rukun olmasa sırtındaki, cezmen oğudunki bir olmasa namaz olmaydı. Ama vacip, sünnet uqqagan olsa, mesela vacip uqqagan olsa, eğer salam verişine ki ardı uqqagan olsa, derhal sehvi kılıp tübitimiz tamamlandı. Bunu namaz iade kılışın acısı yok. Eğer sünnet ve musab emellerini özü kılamagan bolsak, uçan bu deyiver, salam kılıp tügeydi. Ama
namazın içindeki pert, rükût devatkan 12 nesi var. Ben sırtı 12, taşında nime, sırtı 6, içinde nime 6 yoki 7. Muşunun kelesi birisini aşıda kasten onu kağamasa o namaz olmaz. Kağıran men tutup gittiniz. Bu iş şu. Ve eğer o adam endi bir tahrik etken, tahrik bunu, müşterek bunu, dep o adam aşıda gitti. Lekin abi o bakaya dep şu ya tahrik mesela oktu andaki kıbrı tepte bu adam. Rastlaş kıbrı karab okuyattı. Uçağımızda bu adam kandak oldu olsa dedi İmam Yusuf. Eğer şu adamniki o'qigan namoz o'zi taraf o'zi to'g'ri ekan, to'g'ri chiqib qolgan bo'lsa, uni iyoda qilishning hojati yo'q. Qolgan olimlar buni iyoda qiladi. Nimishqa? Chunki bu normalda urf-odat ish bilan ibodat niyat bilan ayrıldı. O niyat olmasa qanday namoz bo'ladi deydi. Va agar bu odamning o'ziga qiblaning o'ziga mushtabiy bo'lib ketdi. Ya'ni qaysi qanday ekanligi bu bilinmaydi. Qanday qilaman deb nima qilishni bilmaydi. Bilmegen bo'lsa, o adam, men u yerda hech qanday bir taharri yoki izlanib, uni boshqa turib, unda qilmasdilar. Shunga bu adam shu namozni boshlab o'qib ketdi. U chog'da bu odamni namoz durust emas. Namoz durust emas. Namozni durust bo'lishi jazman taharri deydi arabchada. Buni rasman o'ylab tafakkur izlanish kerak. Ondan keyin buni izlab botinga otirib qilish kerak. Uni durust bo'ladi. Va agar chandiki bu odamning o'zi men qiblini, men agar u odamga men qiblini topdi, agar u odam qiblini men to'g'ri topdim deb bilsa, u topib qolsa, u chog'da bu odam qanday qildi? Namozni namoz qarab o'qiyverdi. Endi namoz o'qiyotgan shu namoz o'qibdi, u namoz durust emas. Agar shu odam shu vaqtda qiblini topib ketdi, endi ashuna qilmabdi ekan, u chog' namoz shu bo'laverdi dedi. Bu agar bir odamga qiblaniki qanday ekanligi nima bo'lib ketgan, u chog'da mushtabiy yo'q. Ya'ni qaysi ekanligi qaysi tarafga bilinmayapti. Lekin bu odamniki qishida uni so'rasa bilgida bir odam bor. Lekin u odamni o'qimabdi, so'rma. O so'rib chapibdimi? Tafakkur qilib, izlanib bir o'qiyman deb izzat namoz o'qitibdi. Agar bu odam shu vaqtda qibla to'g'ri topgan bo'lsa, namoz shu durust. Agar u odam to'g'ri topgan bo'lsa namoz durust emas, uningki o'zi ikkinchi qator namozni o'qiydi, yod qiladi. Mesela shu qildi. Shunga o'xshash qarg'adi. Qarg'a qilib qaytarib qilmaydi-ya. Ko'p vaqt o'zida ham tajriba qilish qatim bo'lsa o'qidanda. Qarg'a odamni yuqorgi masalaga o'xshaydi. Va agar deydi, ana o'sha qarg'a odam bir o'qigan bo'lsa, uchonida to'g'ri chiqib qolgan bo'lsa, bo'lmasa, xato bo'lgan bo'lsa, uchonida u nima emas, u xato bo'lib qolgan bo'lsa, uchonida tarix qilmay qolgan bo'lsa, qayta o'qish kerak. Ama onu da sorayan adam batır okun, o adam sorma tarih çıkaması o doğru çıkan okuydu. Ama hata çıkıp kalması o karga adamın yüzü yağ çıkmış gerek. O eğer bu kargının yüzü bir adamı soraktı. Lakin o adamga hiç kandak bir karga hiç kandak haber vermedi. Haber vermek, sorup vermedi o şunu okumamda çıkıp vermedi. Andaki ben bu dünyada kar küs gömüsün aydınında oynayıp bunu başta kıttı şunu namaz okuttu. Ondan bu adamga yiliq adam xabar beribdiki, "Voy, sen majlis taraf qanot qiladigan matraf bo'lib qolsan" debdi. Degan bo'lsa, u qarg'uni o'zi namozni ikkinchi qator ioda qilishning hojati yo'q. Namoz nima u? Namoz. Chunki nima qildi u? Tahrik qildi. Tahrik qilgandan keyin nima bo'ladi u? Namoz durust bo'ladi. Deydi. Endi bir odam bir shak qilib ketdi-da, Aizmidi, mayız debdi shak qilganiki rasmi o'lmaydi bu odam. Voy bu shak qilib qoldi ya. Shunga bu odam bir rakatni shu bir taraf qarab o'qibdi, ondan keyin meni shak qilib ketdi. Qaysi mayzni bu? O'yni tahrik qildi. Ha, mazlum mayzni shaydir namoz o'qishdi. Ammo qildi, bunda tahrik qildi, uni matraf qarab o'qibdi. Hatto jazman u 4 rakatni 4 tarafga qarab o'qibdi. Har birisini tahrik bilan. Uçak zaman çok dursun. Bunda işte. Çünkü tercih niyet. İslam dinimizden niyet bekliyor.
Şuna Kur'an-ı Kerim'e, şuna Peygamber Meclis'te ne deydi onu? İnnallaha la yanduru ila suvarikum nime? İla suvarikum ve etsamikum. Cezmen Allah Teala sizdeki taşkı söğütlerini ama cisimini karamaydı. Ne mi karaydı o? Velakin yanduru ila kulubikum ve amalikum. Lekin Allah Teala sizdeki kalbinize ve emellerinizi karaydı. Ya karaydı degan gap, amalni qarab, ha, ma odamni o'zi meni niyat qilib debdi deb uni quldu amri maqbul qilma degan gap bo'ladi. Bir odamniki tashqi shakli qarab unda baho berish bo'lmaydi. Chunki tashqi deb modda, u degan bir modda binaskan o'zi birdan bo'lsa o'zgarib turadigan narsa. Uning uchun asos qilmaydi. Hozirgi dunyoda buniki dal nima ketdi hozir aksib ketdi. Aksib qanday bo'ldi? Adamniki ichki dunyosi olan ilmi ve seviyesi, shuningdek axloqiy va odamniki ichki nimasi ma'naviyati bilan hech qanday kori yo'q. U odamniki tashqi dunyosi olan jisminiki go'zalligi. Mesela jismini bedeni güzelleştiripti, yoki bir de ishlab chiroyli qilibdi. Yo puli chiqibdi, uy üstün, uyda o'tiribdi, yashamatlik. Updan maşını kiyipti, kiyimi kiyipti. Updan yer apıp bir adam restoran apıp mimar kılalaptı. Muşnu karıp insanların yüzü şunu karıp bağlayalım bu. Kadar maşallah adam çekti. Updan adam gidip aşağı 7-8 bir 2 metre ya ki o karşı kömer doğuş başladı. Yüzündeki aş bütün dünyasını yüz. Karlaştırıp muştak kılalım devre oldu. Doğru. İslam dinimiz ona ehemmiyet vermeydiğimiz ehemmiyet verir. Onunki çirki var. Onunki bir usulü var. Şu bunu çıkarmayın. Onda onun için taşkı taraftan var terk dünyada der. Ben o dünyada bir karım yok. Ben büyümem mi? Kımayla kimimiz pes, paskana, öyle tutmagan, yani eğilde yatkan. Bu emez. Bu emez. Sizinki işinizin yüz şundak güzel kılın ama niyetiniz Allah için olsun. Her güz riya, şöhret, aburu, inavet, tepiş, bahsede dünyavi nasip olmuşsun. Bu da demek ki. Zikr kıldı Amali Fetava diyen kitabın üzerinde bunu da etti. Eğer bir adam bilip kalsa şununki kıblesi Kabe iken, eğer bilipti ki onu niyet kılmaktı. Hem yeni de Müslüman bu adam şey kalmadı. Bu adam aşağı namaz okmaz durur. Hakaniye diyen bir kitap var meşhur. Eğer bu adam niyet kıldı şununki bunun kıblesi yüzün mescidlik mihrabı. Niyet kıldı uçağınızda bu durucu emez. Yani bu adam niyet kıldı ki kıblesi o mescitteki mihrabı şu an. Dep aşağı namaz okudu, apırt başka yer kıldı. Bu çağınızda dursun mecmanız. Bakın. Çünkü bu adamdaki bunda mescitteki mihrabı liman, bu mescidin mihrabı alamet. Niminiki kıblının adamı. Bu emes oldu, bu adam alamet olsun mu? O kıblımızı kıbl olmadı. Kıbl olmadıkken ben aşağıdan mescid kıblesi mihrabı şu da niyet kılıp aşağı kısa, o çağınızda o adam aşağı niyet kıldı ama şurada karıp namaz okuyan olsa ya başka namaz okuyan olsa o çağınızda bu adam namaz almasın. Neymiş ka? Çünkü o adam nispetten mihrab tarafki namaz kıldı şu. O adam başka taraf okuyan şu olmaydı o namaz makbul şu olmaydı. O eğer yötküse o adam yüzü köksü kıbleden özürsüz. Namaz okuyan ve yüzü müstah köksün yüzü kıbli tarafından. Böyle yötkü okuyan olsa mı? Şart. Mesela şimal yarım taraf okuyan bizdeki de. Ravilimizde, uçağımızda bu namaz buzuk kesildi. Çünkü kıbla aldığını kılın diyen ki sizin yüzünüzün emez. Kütkül bedeninizni, kütkül vücudunuzni, hatta ki özünüzdeki ruhi ve maneviyeti ve aklı tefekkür ve hiyali. Barlık manevi nezkeren hemen şu kartımız değil. Hem de onun için şu köksünün yerine mayzık kalgan olsa uçağınızda kıbla kırış aldığını kırış yani yapın ima o çoğu namaz buzuldu. O eğer o adam yüzüne şu kıbleden derhal yötkepti der mi kandak oldu diyemdi. Bu adamın yüzü şu vakti derhal yötkepti aşk kıble tarafı yine yürüvetti. O çaldı bu adam namaz buzulmaz. Namaz buzulmaydı. O halde bunda karşı yüzü nimeden namaz işte. Mekro. Dedi. O eğer bir adam guma kıptı.
Shuniki jazman bu o'ttarishib ketdimi nima? Vinash chiqyapti, vinash ketdimi deb endi boshqa ishni bo'ldi endi. Vinash qo'shig'ida yer kirib chiqib ketsa, chiqatdimi deb uqmaydi. Ya ko'maydi, mesela burnida qon chiqatdimi yoki ish bo'ldimi uqmaydi. Muşta gımak qilibdi, shunda bu odam darhol qiblidan yo'tkilibdi. Tartib chiqatdi qo'yamiz deb. Shundoq yo'tkilgandan keyin ondan keyin bilibdi bu odam voy tarassud bo'lmoqdimi? Nasib chiqib ketishni oldida. Voy tartib borkan-ku debdi. Bu chog'da bu odam namoz buzilmaydi. Namoz buzilmay shu vaqtda chiqlashadi. Bu kelgan ne kelgan bo'lsa, u yani chiqqanin qildi, o ulab chiqib o'qiydi. Chunki masjid namoz o'qigan shu odamga nisbatan hammasi masjidning o'rni. U odam namozdagi o'zi oyoq chiqishga namozning o'zini men isloh qilaman, foydani ubdan qilaman deb chiqdi. Ammo namoz uchun bu ham menga mangandan keyin u odam o'zi masjid durust bo'lgan, yasalgan yan doirasi chiqatmaydi. Unda o namoz ishi uchun bo'ladi, buzilmaydi. Bu agar bilsa bu odam bu ishni chiqatgandan keyin masjidga yerda darvot chiqib qolsa, deb qo'yib yo'q. Endi halol bo'lgandan keyin bu chog'da bu odam namoz buzib ketdi. Bu odam namozni boshqadan nima qilish kerak? Uni o'qishi kerak deydi. Ya'ni demak, mana qiblaga oldini qilishning o'zi namozdagi sirtidagi oltida shartniki birisi. Ya'ni bu qancha shart? Hozir o'qirimiz 4-chi, ya'ni 4-chi nima bo'lgan bo'ldi hozir? Shart bo'lgan bo'ldi. Ya'ni 5-chi va 4-chi. 4-chi shart. Shuni hozir nima qildi? Tugul ya'ni qibla aloqalar masalalarini. Wa akhir da'wana alhamdulillahi robbil alamin.